Ey qizim, zinadan chiqmoqchi bo'lganingizda ortingizdan erkak kishi ham chiqadigan bo'lsa, siz chetga o'tib turing. Kutib turing. Erkak kishi chiqib ketsin, orqasidan keyin siz yuring. Zinadan chiqayotgan qizlarga. Yoki liftga chiqmoqchi bo'lsangiz, u yerda begona erkak bo'lsa chiqmang. Kutib turing. Lift o'sha odamni manziliga olib chiqqach, keyin liftni chaqiring, o'zingiz chiqing. Agar siz jamoat transportida o'tirgan bo'lsangiz, bir erkak kishi bir joyni bo'shatgan vaqtda darhol o'sha erkak kishi bo'shatgan joyga borib o'tirmang. O'sha erkak kishi o'tirgan joydagi joyi isib qolgan bo'lsa, ilib qolgan bo'lsa, shu joy sovimagungacha siz o'tirmang, eringizga xiyonat qilgan bo'lasiz. Taqvo bu birodarlar. O'zga erkagini iliqligi tafti sizga ta'sir qilmasin. Iffatingizni saqlang jon bilan. Amakingiz, ammangiz, tog'alaringiz, xolalaringiz o'g'illari bilan hech qachon qo'l berib ko'rishmang. Ular sizga nomahram. Sizga mahram bo'lgan qarindoshlar bo'lsa ham muomalada chegarani biling. Viqoringizni, iffatingizni saqlang. Qarindoshim-ku deb turib xohlagan ishingizda tarbiyadan yoki bo'lmasa odob doirasidan chiqmang jonsiz qizim. Sizda viqor bo'lsin. Ayollik salobati bo'lsin.